Bir odamni qo'l soati bor ekan. Soatini yo'qotib qo'yibdi. Yo'qotib ham somonxonasi bor ekan, somonxonaning ichida yo'qotib qo'yibdi. Endi somonxonaning ichidan qo'l soat topish ekan. Endi juda qimmat emas ekan soat, lekin juda bir o'zi hurmat qilgan, o'zi yaxshi ko'rgan odam hadya qilgan soat ekanda endi. Esdalik bo'lib qolgan. Tinch topa olmasdan qarasa, ko'chaga chiqsa bir ko'p yosh bolalar o'ynayotgan ekan. Haligilardan iltimos kirib soat yo'qotib qo'yib topib bersang mukofot beraman. Qiy-chuv qilib rosa istash topishaman. Hammasi chiqib ketgan ekan, endi nomi to'lib ketaman deb tursa bir kichkinagina bola aroqini, nozikkina ko'zoynak taqqan bir bola ekan. Kelib, "Tog'ajon, menga ham bir imkoniyat bering, men ham bir istab ko'ray" debdi. Bo'pti, istasang ista debdi. Hali bola somonxonaga kirib ketdi. Bir pasdan keyin soat ko'tarib chiqdi. Bora soat edi. "Yo, qanaqa topding?" desa, "Nima qilding?" desa, "Hech narsa qilmadim. Hech narsa qilmadim." Tek jim o'tirib eshitdim. Jim o'tirib quloq soldim. Soatni chiqillagan yerini eshitib turib, shundan borib topdim. Ya'ni mana shu g'ala-g'ovur, to'polon, janjal bilan bir masala yechilmas ekanda. Vaqtiki haqiqatni topaman desangiz, eshitishni ham bilish kerak ekan. O'sha bilag'onlik qilib o'zingizni o'rtaga tashlavermasdan haqiqatni topish uchun, haqiqatga yetish uchun quloq solish ham kerak ekan. Eshitishni ham bilish kerak ekan. Mana shu misol juda zo'r misol ekan, menga yoqdi-da. Ya'ni tek o'tirib eshitgan odam haqiqatga yetishar ekan, istaganini topar ekanda. Alloh taolo hammalarimizni shu haqni eshitadigan, amal qiladiganlardan qilsin. Ana shu farzandni ham Alloh taolo umriga, rizqiga barakot bersin. Amin.